Yevropa oshxonasini yaxshi ko'radiganlar bugun sizlar bilan birgalikda qizil balonni pishirib ko'ramiz. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'ladi degan maqolga mos tushadigan pichoqlarni olib ishimizni boshlaymiz. Qizil balonni filesini videoda ko'rsatilgan shaklda kesib, tuz bilan murut sepib, zaytun yog'ini quyib 10 minutga olib qo'yamiz. Ungacha kanishiro tempurasidan foydalanib, kilar tayyorlab olamiz. Kilarni quyuqligiga ahamiyat beringlar. Agar bundan suyuqroq bo'lib qoladigan bo'lsa, qarsildorlik darajasi kamroq bo'ladi. O'rtacha kattalikdagi piyozni dumaloq shaklda to'g'rab, o'rtasini olib tashlaymiz. Kilarga botirib, o'rta gradusda qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Piyoz qizargunicha grill skavorotkaga sariyog' solib eritib, qizil balonni rozmarin chesnok bilan birga qovuramiz. Qovurilish jarayonida ozgina limonning suvini siqib olamiz. Balonni skavorotkadan olib turib, ozgina un solib qovurib, sut bilan qaymoq qo'shib, sous tayyorlab olamiz. Ungacha qarsillor piyoz ham tayyor bo'lgan bo'ladi. Tarelkaga chiroyli qilib yasatib, mazasiga baho beramiz. Yevropa oshxonasida o'zimni mohir oshpazman deb hisoblamayman. Retsept foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kamchiliklarni har doimgidek kommentariyaga yozib yuborasizlar.